Bugungi buyurtmamiz biroz boshqacha. Mijozimiz bizlarga faqat taom tayyorlashdan emas, dasturxonni qo'lning noldan podkulish topshirdi. Ya'ni bozor yurish yo'q. Bu issiq havoda mahsulot izlab, vaqt yo'qotish yo'q. Ortiqcha yugur, hisob-kitob va bosh og'riqlari yo'q. Mijoz bizlarga bir narsani aytdi. Sizlarga ishonaman, dasturxonni o'zlaringiz qalating. Eng zo'r dasturxon bo'lsin. Va biz ishni boshladik. Bozorlikdan tortib mahsulotlarni tanlash, taomlarni tayyorlash, mevalar, shirinliklar, salatlar va dasturxonning eng mayda detallarigacha hammasi bizning zimmamizda. Mijoz esa o'zining eng qimmat narsasini tejaydi, ya'ni vaqtini tejaydi. Natijada oddiy to'y stoli emas, ishining restoranskiy darajada dasturxon tayyor bo'ladi. Men aytgancha, sizning shu ko'rib turgan ish ustollaringiz jizomat shunda bo'lasizlar. Taxminingizni kommentariyada yozib qoldiring. Qani kim eng yaqin narxni topadi ekan? Biz uchun esa hali hech taom bo'lgani yo'q. Oxirgi taom to'lab qo'yiladi. Oxirgi detal tekshiriladi va eng muhim bahona mijozimizning roziligi biz uchun har qanaqa reklamadan qimmat. Mr. Karim jamoasi, bu premium darajadagi xizmat. Siz to'yingizni o'ylang, dasturxonni esa bizlarga ko'rib bering.